Videography. Stop. Stop, please. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchilarimiz. Yana bir kunimiz Hindistonda. Mana okalariga donor bo'lgani kelgan Dilshod akam. Mana Xudo xolasa. Va alaykum assalom. Xudo xolasa ertaga kuni operatsiya inshaalloh. Ertaga dushanba. Xudo xolasa dekabrda birinchi kuni bo'ladi. 1-dekabrda Xudo xolasa mana bularga operatsiya. Inshaalloh duoda bo'lib turasizlar. Ana o'zning akalariga Xudo xolasa o'zlaridan jigarlarining ma'lum bir qismini berib operatsiyaga kiryaptilar. Aka, kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Hammasi yaxshimi? Qo'rqishli yo'q, ha? Inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Zo'r o'tadi aka. Qiyinchilik ortda qoladi hamma narsa. Xudo xolasa. Hammasi zo'r. Yaxshimi? Kamchilik yo'qmi? Yo'q, kamchilik yo'q. Sharoitlari zo'r. Har soatda kirib xamir olib turibdi. Hamma narsa yetarli. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar, uzoqlashmanglar. Hozir akalarini ham Xudo xolasa bemor o'zini ham ko'rsatishga harakat qilaman. Hozir ularga plazma terapiya o'tkazilyapti. Chunki bularning qon gruppalari boshqa bo'lganligi uchun titr orqali qilinyapti bu ish. Hozir buni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Uzoqlashmanglar. Assalomu alaykum. Mana Dilortaka qalaysiz? Yaxshimi? Sog'lik yaxshimisiz? Mana akamga plazma terapiya o'tkazgan ekan. Videography. Stop. Stop, please. Ko'rib turganinglar, operatsion bo'lim. O'tga ko'rganinglarda telefonda kirish mumkin emas. Video qilishni ham ko'rdinglar, o'sha olishdi. Bu hozirgi bemorimizni qon gruppasi ikkinchi gruppa, ukalarning 3-gruppa. Ya'ni shu ikki gruppani ham bir-biriga safadat qilish uchun shunaqangi plazma terapiya va titrlar bilan inshaalloh operatsiya qilishadi ertaga. Shuni tayyorlashyapti hozir akani. Inshaalloh duoda bo'lib turasizlar. Akam tanjonlari sog' bo'lsin, tezroq sog'ayib uyga ketsinlar. Hammalardan duo qilishni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar, omon bo'linglar.